mikrobiologik suspenziya kuchlimi yoki kimyoviy suspenziyami deb. Albatta kimyoviy suspenziya qilganingizdan keyin usiz ham giyohvandga aylangan tuproqlar yana ham giyohvandlashib boraveradi. Masalan, narkoman odamga yana dozani beradigan bo'lsangiz, u yana ham kuchayib narkomanlashib, sizdan yana ko'p talab qilaveradi. Ko'prik degan narsani to'g'ri tushunishingizni xohlardim. Ko'prik bu o'sha mineral o'g'it bilan tuproq o'rtasida yoki ekin o'rtasida ko'prik bo'lmas ekan, hech qachon o'zlashmaydi. Faqat sug'orish bilan 10-15% ni o'zlashtira oladi xolos. Har qanday mineral o'g'itlarni ekinlar. Bu yerda ko'prik bo'lmas ekan, hech qachon o'zlashmaydi. Ko'prik bu nima? Ko'prik bu mikroorganizmlar. Aynan biz hozir mana g'allaga butun O'zbekiston bo'yicha mana 11 mingdan ortiq fermerlarimiz hozir juda ham faol ravishda suspenziya qilishga kirishgan. Gektarga 2 litrdan plantasin, sparagin, baktamin bu ham kasallikka, ham poya rivoji, ham ildiz rivoji uchalasi birga qo'llanilyapti. Biz bekorga aytmayapmizki, o'sha ko'prikni ushbu mikrobiologik ishlovlar orqali siz shu ko'prikni o'rtaga qurasiz. Keyin siz tuproqdagi o'zlashmayotgan tuz shakliga aylanib qolgan barcha mineral o'g'itlaringiz o'zlash bosqichini boshlaydi. Shu sababli faqat mikrobiologik suspenziyalarni tavsiya qilib qolaman. Kimyoviy suspenziyalardan qoching, chunki shusiz ham tuproqlar narkomanlashib bo'ldi. Salomat bo'ling, xayrli bo'lsin hammamizga.